Xabaringiz bor, o'zbekistonlik erkak Rossiyada bir bolakayni qutqarib qolganligi uchun ijtimoiy tarmoqlar portlagan edi va bu erkakka Geroy, ya'ni qahramon unvoni berilgandi. Bugun esa o'zbekistonlik erkak aynan O'zbekistonda bir bolakayni qutqarib qoldi. Xo'sh, bu holatdan keyin bu qahramonga ham Geroy unvoni beriladimi yoki yo'qmi? Chunki Favqulodda vaziyatlar vazirligi ofitseri Qashqadaryo daryosida cho'kayotgan 9 yoshli bolani qutqarib qolgan. Bu haqda vazirlikning Telegramdagi sahifasida xabar berildi. Ma'lum bo'lishicha, hodisa kecha 23 may kuni taxminan soat 17:00 atrofida Kitob tumanining Bog'bon mahallasida sodir bo'lgan. 9 yoshli bola velosiped minib ketayotib, muvozanatini yo'qotishi oqibatida Qashqadaryo daryosiga tushib ketgan. Buni ko'rgan bolaning akasi atrofdagilarni baland ovozda yordamga chaqira boshlagan. Bolalarning ovozini daryo yaqinida istiqomat qiluvchi Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimi mayor Husniddin Sharopov eshitib qolgan va zudlik bilan daryoga sakrab bolani qutqarib qolgan. Hozirda bola uyida, uning ahvoli yaxshi. Ma'lumot uchun mayor Husniddin Sharopov Kitob tumanidagi qutqaruv qismlaridan birida guruh komandiri lavozimida xizmat qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu videodan keyin mayor ko'p olqishlarni oldi va barcha rahmat aytmoqda. Ba'zilar esa xo'sh, endi qahramon unvoni beriladimi yoki yo'qmi deya kutmoqda. Ba'zilar esa bu ishni agar o'zbek chet davlatda qilganda edi, u allaqachon internetda mashhurlikka erishar edi va qahramon Geroy unvonini olgan bo'larmidi deya kinoya qilmoqda. Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Bachalarni dairaga qo'ymanglar iltimos. 2-sinf bola kim bo'lsa, mana ahvolim. Bola safda oqib ketdi. Juda katta suv mana, oyog'im tegmaydi. Yelkamga tarmashadi bacha bechora, oyog'im yerga tegmaydi, shunchalar chuqur. Jonlaring sog' bo'lsin, bachalarni dairaga tushirmanglar. Assalomu alaykum qishloqdoshlar.